Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jon Tutor. Xo'p, kecha aytib o'tganimdan onlayn kurslar haqida bugun gaplashib o'tamiz va onlayn kurslarimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Onlayn kurslar bu uzoq manzilda yashovchilar yoki ishdan yoki oilaviy masalalari bo'yicha bo'shay olmayotgan ayollar asosan va kechgacha ishlaydigan erkaklar uchun mo'ljallangan va kurslarimizni turlari mavjud. Boshlang'ich etapdagi kurslar, yuqoriroq etapdagilar, IELTS etapidagi kurslarimiz ham mavjud. Endi onlayn kurslar asosan onlayn yopiq guruhlarda tashkil etyapmiz. Oldin Telegram Stars'larda sotib olinyapti edi. Endi ommaviy kartaga o'tkazish orqali davom etyapti. Hozirda 3 ta guruhimiz bor. Yangi guruhlarga qabullar Xudo xolisa 10-yanvar kunidan boshlab davom etadi. Xo'p, kurslarimiz narxlari va shunga o'xshash kursda qanaqa dars o'tilishi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda link qoldirib qo'yaman. Telegramdan xuddi shu link bilan bog'lanib, o'zingizga kerakli ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi postlarda ko'rishguncha, sizga